Iymonning halovati, biz ko'p narsalarning halovat lazzatini bilamiz. Yumshoq ko'rpalarning lazzatini bilamiz. Yumshoq hayotlarning lazzatini bilamiz. Yumshoq hamma narsaning maishat sabablarini hammasini bilamiz. Ammo iymonning halovatini bizga nasib bo'lmayapti, birodarlar. Bu halovatni bir tatigan odam dunyodagi hamma narsaning lazzatidan shirin bir lazzatga ega bo'ladi. Salasun man kunna fihi wajada halavatal iman. 3 narsa borki, kimda bu 3 narsa bo'lsa, iymonning halovatini tatiydi. Kim iymonini lazzati menda bo'lsin deb lazzatni tatimoqchi bo'lsa, shu 3 ta sifatni o'zida mujassamlashtirsin. Ayyakun Allohu va rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Alloh rasuli hamma narsadan suyimli bo'lsin. Alloh rasuli shu buyruq qilyapti deganda, mahalla bunday deyapti deganda Alloh rasulini suyimli bo'lsin. Alloh rasuli bu buyruqni qilyapti desa, qarindoshlar bunday deyapti demasin. Alloh rasuli bu buyruqni qilyapti desa, xalqlar bunday deyapti-yu demasin. Alloh rasuli bu buyruqni qilyapti desa, o'tgan ajdodlar bunday qilmagan edi demasin. Modomiki Alloh rasuli boshqa hamma narsadan suyimli bo'lmaguncha iymonning halovati nasib bo'lmaydi ketadi, birodarlar. Ikkinchisi, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Birovni faqat Alloh uchun yaxshi ko'rmoqlik. Abu Hurayra radhiyallohu anhu ga bir kishi kelib, "Ya Abu Hurayra, sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman" dedilar. "Unzur ma'za taqul" dedilar. "Nima deyotganingni bir o'ylab olgin" dedilar. "Alloh uchun yaxshi ko'raman men sizni" dedilar. "Unday bo'lsa, sen o'zingni molingga mendan ko'ra haqli emassan, hozirgi soatdan boshlab" dedilar. "Tayyormisan shunga?" deganlarda, "Bo'lmasam men bunga tayyor emasman" dedilar. Alloh uchun birovni yaxshi ko'rishlikni hammamiz aytamiz. Lekin siz o'zingizning mulkingizga ana shu Alloh uchun yaxshi ko'raman degan vaqtingizda o'zingizning mulkingizni ixtiyori o'zingizdan ko'ra shu yaxshi ko'rilgan odamniki deb ayta olasizmi haqiqatda? Alloh uchun yaxshi ko'rishlikning belgisini bittasi shudir, birodarlar. Qachonki yaxshi shariatga muvofiq bo'lsa yordam berib, shariatga zid bo'lsa kim bo'lishligidan qat'iy nazar yordam bermasdan qaytarishlikdir. Bu Alloh uchun yaxshi ko'rishlikning sharti. Davrimizda Alloh uchun yaxshi ko'radigan tildagi birodarlar juda ko'p. Lekin Alloh uchun yaxshi ko'rishlikning sharti shudir. Modomiki bir kishida Alloh uchun yaxshi ko'rishlik sifati birovni yaxshi ko'rmagan bo'lsa, iymonning halovati unga nasib bo'lmaydi. Uchinchisi, va an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Alloh kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Kufrdan Alloh najot bergandan keyin o'tga uloqtirilishligini hayoliga keltirganda qanday xohlamasa, kufrga qaytishligini shunday xohlamaydigan bir jirkanch holat vujudga kelmaguncha iymonning halovati nasib bo'lmaydi.